Assalomu alaykum do'stlar, muxlislar, podpisчиклар, jentlmenlar. Zo'r havo, ha? Ishdan yaxshimizmi? Sog' salomat yuribmizmi? Shukr, zo'r. Nelar olib kelding bizani? Biz bugun tandirchiga keldik. O'zimizning Xiva qurugidan bir 5 kilometr yursak tandirchini Qarag'onda ham to'yxonasi bor. To'yxonada bir hovli joyimiz chiqdi, ikki etajli zo'r masjidda joylashgan. Kvadrati 207 kvadrat metrda joylashgan. Shu to'yxonamizdan chapa yo'l bor. Shu chapa yo'ldan kirib ketamiz. Bir 300-400 metr yursak hovli joyimizga yetib boramiz. Maktabdan, bog'chadan, magazindan hech qanday problema yo'q. Yana yonboshimiz butun magazin. 300 ham yuriydi bu yerda, ha? 300 marshrut yuradi. Damazmi, avtobusmi, 4000 so'm bilan Dekkan bozordan keladi. Suhrab keldikmi obyektga? Ha, xudo xolasa obyektga keldik. Qancha ekan bu razmer? Bu tandirchidagi uyimiz 205 kvadratda joylashgan, общий yer maydoni. Joyimizning qurilish maydoni asti 147 kvadrat metr. Ko'cha fasadlariga keladigan bo'lsak, Ruslan ozgina travertini aytib bersa, cho'tki 2 etajli joyimiz bo'ladi. Yana chap tomonda gaz o'chiruvchilarimiz joylashgan, o'ng tarafda svet o'chiruvchilarimiz joylashgan, balkonlarga hech kimga qiynalib qo'yilmagan, ikkinchi etajdan tuzilgan polni chiqib dursa bo'ladi. Zelenoy zona bor ekan, ha? Davay, kichkinagina zelenoy zonachasi bor. Yana xolasa 2 mashina sig'adi, Sekretariyana savas tashkilasi bo'lgan. Bir fasati bo'lmagan, fasatini komishlar bilan kelishilgan holda essa bo'ladi uni bir qismida. Asa ichi bilan tanishtirib o'tamiz, ha? Tanishtirib o'tsak, Ruslan. Ketdik. Bismillahirrohmanirrohim do'stlar. Hamma nasib qilsin shunday jalada yashab o'tirish. Oh, daloncha bu yer, ha? Ha, bu yer daloni. Laminat döşelgen, ha? Ha, laminat döşelgen. Ne bir de Avtomat счетчиктер, her bir xona отдельный. Her bir xonaniki отдельный. Razmeri nechaga berniki? Berni razmeriga qarab bo'lsa, Ruslan 395. Hisob. Tushunarli. Oboylar ham urg'an bu yerda, ha? Oboylar urg'an. Mo'sh. Daragilar lampochkalari qistirilgan. Потолоки натяжной. Yana bir ugal qo'yib yashaydi-da, ha? Ha, bir ugal qo'ysa, diametrga qo'yadigan mestalari bor, montajı bitgan, razvetchalari bor. İnternet ham o'tgan ekan, ha? Wi-Fi, jipon. Interneti, Wi-Fi hammasi bor. Tak, necha xona bor bu yana bizada? Dalomizdan to'g'riga kiradigan bo'lsak, bu yer spalniy, zal atsam. Yoki zal o'xshaydi menimcha. Ha, men patologlarni ham ko'rsating. Natijnoy tortilgan bu yer, ha? Hisob. Pasvetkalar bilan. Pasvetkalar bilan. Ha. Akoplastikda qo'yilgan registrlar bor ekan. Registrlar qo'yilgan. Aynalar oyna plastik. Baxtaman qarab tutishdi, ha? Bu xonamiz oynasi bog' tarafga qaragan. Ya do'stlar. Necha ekan buning razmeri? Bu yerning razmeri 5'e 390. Bo'ladi. Eshiklarga e'tibor berdim men. Zakazning eshiklar ekan bu yer. Zakazning eshikdan qo'yilgan. Ey. Qimmat qilar. Prosto eshikdan emas. Hisob. Biz zali dam qildiramiz. Bu yana keladigan bo'lsak, beramiz kuxni. Bu joyimizning hamma narsasi ketadi, pustoy holatda topshiriladi, sotiladi. Bu yerimizning yana kuxnini, patologi plita bilan bostirilgan. Plita bilan bostirilgan. Eshiklarimiz shu taqta eshikdan zamonaviy. Shpaklovkadan chiqqan ekan, ha? Shpaklovkadan chiqqan, oynalarimiz bog' tarafga qarab turibdi bu yerniki. Hisob. Bedayna reyestrlari bor. Ya do'stlar, bog'im yomon emas, ketdi razmerdan. Daraxtdagi beshi ham beri. Bog'da mullab ekan. To'q boqib turibdi ya, do'stlar. Qaroqlarimiz ham bayna Efir, двухконтурный котел. Bu yerimizda Ruslan'a atshada yo'q. Birinchi etaj polni 100% to'pli pol. To'pli pol bo'lgan bu yerda. Bu yer kuxnyamiz. Bog'im taraf bizada sanuzel o'xshaydi, ha? Kuxnyadan chiqib o'nglaylansak, sanuzelimiz. Bu yerimiz yana Alloh ta'ala dushovoy. Patologlarimiz natijnoy. Issiq sovuq suvlarimiz kelib turibdi. Hisob. Eshiklarimiz taqta eshikdan. Tayyor. Aristollarimiz bor. Bu yer tualet o'xshaydi, ha? Hojatxonasi. Yonboshidagi xona ham hojatxonasi, bu addenni ichida emas. Bu yer ham patologgacha kafe, patolog natijnoy. Tortilgan ekan, ha? Ha, issiq sovuq suvlari kelib turibdi. Hisob. Suvdan muammosi yo'q. Tak, keyingi xonamiz bizada. Bu yerda zalning boshida yana Zal yoki spalniy bu yer, ha? Ha, bu yer spalniy. Spalniyimizning oynasi yo'l tarafga qaragan. Oynalarimiz plastik akvariumlaridan. Setkalar qo'yilgan ekan, ha? Otoplenlarimiz o'tgan, registrlar bor.
Bu yer ham shu oddiy fon bo'lgan, ozgina fon bersa. Razmeri necha ekan bu? Bu yerning razmeri 350 ga 5. Hisob bo'ladi. Pollari laminat bo'lgan bu yerning. Taxta eshiklari. Birinchi etajimizda bir dona zal, bir dona dalan, bir spalniyasi bor. Samozyollar bilan hojatxonasi dindan joylashgan, keyin kuxnyamiz bor. Общий xonasi 4 xona birinchi etajda. Endi ikkinchi etaj bilan tanishtiradigan bo'lsak, Ruslan'a ikkinchi etajga chiqarishda 2 dona svetnikimiz bor, pro degan. Zinalarimiz quyma beton. Hisob. Endi do'stlar, xudo xolasa yuqori chiqdik. 10 tarafda bizda spalnya o'xshidan. Beramiz spalnya. Razmeri necha ekan bu xonani? Bu yerning razmeri Ruslan'a 385. Bu yerning patologi gipsokardon bo'lgan. Devorlari shpaklovkadan chiqib turibdi, bir qator fon bersa bo'ldi patologini shpaklovka urib. Laminat. Tuk qo'yilgan, konditsioner uchun. Konditsioner uchun qo'yilgan. Aynalarimiz yana bu yerniki yo'l tarafga qaragan. Balkon ham bor ekan, ha? Ochib ekani? Hisob, ya. Ochib qo'yasan, toza havo kirib turaveradi ekan do'stlar. Gap bo'lishi mumkin emas ekan. Balkondan qanotlarimiz. Qani do'stlar, davom qildiramiz. Ikkinchi qavatning birinchi xonasi bu. Tushundingmi? Chiqaverishda do'stlar, bizda do'rimizda ikkinchi xonamiz. İkinci xonamiz bu bizda zal bo'ladi. Taxlamindirib ekan, skladovka hisobida ishlatib turibdilar. Doğru mu? Evet, yerimiz aslında razmeri necha ekan bu? Bu yerning razmeri 5 ga 390. Bo'ladi. Zalimiz. Shunday holatda. Evet, bu yer bitta qarashkat dedim. Bo'ladi. Fon bersa çok. Keyin xona o'tamiz. Uchinchi xonamiz. Bu yer ham shu. Spalnya xona, ha? Bu yerimiz spalnya. Uchinchi xonamiz. Bu yerning patologlari gipsokardon bo'lgan, shpaklovka urib fon bersa çok bo'ladi. Ya bağından gözü bilemiz ya dostlar ya şunday holatda. Bu bizda 3-xonamiz, ha? Bu samozyollar ikkinchi etajniki отдельный. Bu yer ham shu просто suvog'dan chiqib turibdi. Suv turbalari kelgan. Cho'qib montaj bo'lgan ekan, ha? Shunday holatda. Bu yerimiz samozyol bilan bu yerning ikkinchi etajning koridori to'pli pol bo'lgan. Bu yer ham qizadi qishni kuni. Oxirgi xonamiz. Oxirgi xonamizga keladigan bo'lsak, bu yerimiz spalnya, yoki zal. Zal ham bo'ladi, spalnya ham bo'ladi. Pasti bilan bir o'xshaydi razmerlar. Past bilan razmer 1. Bu yerning razmeriga keladigan bo'lsak, 5 ga 350. Ya do'stlar, shunday holatda zalimiz. Yomon emas, shpaklovkadan chiqqan bu yer. Fon yoki bu 5 kerak. Nima deydi? Aboy ursa cho'tchi bo'ladi. İşte qo'yilgan. Eshiklari taxta eshik. Bunda ikkinchi qavatda bizda 4 ta xonasi bor ekan, bir san uzyol. Tushundingmi? 4 xona samozyollar bor. Taxlidon ishlari bor ekan do'stlar, ko'rib Razgina rasxod. Ozgina bir 50 so'm 60 so'm sursa, ikkinchi etaj ham tayyor. Mana do'stlar. Endi do'stlar bir qator tanishtirib ko'rsatib o'tdik. Havoja gap bo'lishi mumkin emas. Başı 80-90% bitgan. Yuqorgi etajda ozgina taxlanadigan ishlar bor ekan do'stlar. To'g'rimi? Doğru. Dokumentlar taqmagan. Dokument tayyor. Tekshirdingmi? Oladigan odam bo'lsa, bemalol tekshirtirib, notariusning ichida pulini tashlashi mumkin. Gazdan, svetdan, suvdan muammo yo'q ekan. Gaz, svet, suv, bog'cha, maktab, marshrutdan hech nimadan muammo yo'q. Eshikning oldidan chegaradi marshrut, 300 marshrutimiz yuradi. Dekkan bozordan o'sha ko'chaning oldidan o'tadi 300 damazimiz. 4000 so'm bilan keladi. Turibdi, shuning uchun sotib olib qo'ydi. Avval 600 million deb chiqargan, hozirda arzonlashtirildi. 580 million deb turibdi, yana kelishiladigan yeri bor. Kimdir shu joyimizga aytgan bo'lsa, bemalol ekran ostidagi nomerlarga bog'lanib, kelishib sodalashib olasiz. Keyingi videoda shuncha xayr, sog' salomat bo'linglar do'stlar. Пока.